qarang, ayol kishi eri ko'p urushgandan, ko'p janjal bo'lgandan bezadi. Ko'p erkaklar uylangandan keyin ayolimni qo'lga olishim kerak deb o'sha qattiqqo'llik qilib kichik narsalarga ham janjal chiqaradida. Ba'zi ayollar buni kechira olmaydi. Yuragida ushlab yuradi. Voy, men homiladorligimda shunaqa qiynagan, mana bunaqa bo'lgan deb. Aynan bu narsa o'sha ayolni o'zini ongidagi individualligi bilan bog'liqda. Bunday ayollar nafaqat eridan, boshqalardan ham ko'p xafa bo'lib yuraveradi. Chunki bularning xarakteri shunaqa shakllangan. Ya'ni shunday insonlar borki, ular tez xafa bo'lishga moyil bo'ladi. Shuning uchun insonning xarakteriga qarab muomala qilishi, munosabat bildirish individualligiga qarab psixologlar tavsiya qiladi. Agar siz ham o'zingizni hayotingizni, individualligingizni ochishi, insonlar bilan hayotingizni yaxshilashni xohlasangiz, menda ajoyib taklif bor. Biza 2-oktyabr kuni aynan ana shu o'zingizni ichki quvvatingizni ochishga qaratilgan Shukronalik qalb meroji deb nomlangan bir kunlik dars tashkil qildik. Bu darsni o'tkazib yubormang, hoziroq pastdagi havola orqali yoki Telegram shapkasidagi silka orqali meni Telegram kanalimga o'tib oling.